Samarqand shahar Oktyabrskiy partiyasiga kirganda 8 qavatli navbat surganimizning 6-qavatda 3 xona juda chiroyli montajlangan uyimizni video obzorga kelganmiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kirish qismidan video obzorini boshlaymiz. E'tibor qiling, uyimiz juda chiroyli montajlangan. Bu bizning glavniy kirish eshigimiz, mana shu kirganda chiroyli kattagina oynalarimiz qilingan va prixojni shkafimizgacha qo'yib ketilgan. Xo'p, bu bizning yo'lagimiz, ko'rishingiz mumkin. Mana shu yo'ldan kelganimizda ro'paramiz haligi video boshlagan uyimizdan boshlaymiz. Bu bizning zal qismimiz, televizorimiz bor. Zalimizga e'tibor qiling, juda katta, chiroyli oppoq attachmentda remont qilingan. Yaxki mebellarimiz bor, pardalarimiz ilinib qo'yilgan. Konditsionerimiz ham bor. 72 kvadratdan iborat bugungi uyimizni kvadrat metri. Bu esa ikkinchi xonamiz, bizning kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yerdan e'tibor qiling, barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Shifonerimiz bor, dvuspanli divanimiz, pardalarimiz telefonimizgacha qo'yib ketilgan. Xonalarimiz radiator sistemasi isitiladi va yo'lagimiz, oshxonamiz, umumiy sanuzilimiz esa to'pol qilingan. Keyingi xonamiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Qarang, qanday chiroyli qilib qo'yilgan. Mana shunday divanchamiz qo'yib ketilgan, shifonemizgacha bu yoqda ham qo'yib ketilgan. Uyimizning oshxona qismini ko'rsatib o'taman. Oshxona qismiga ham e'tibor qiling, juda chiroyli. Mana shunday oshxona mebel rangiga e'tibor qiling, qanday juda chiroyli chiqilgan va bu yerdan ham barcha texnikalar qo'yib ketilgan va 6 kishiga mo'ljallangan stol-suvimiz ham bor. Va oxirgi xonamiz bu bizning umumiy sanuzilimiz. Sanuzimizga ham barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Vannamiz bor, mana shunday rakvinamiz, unitamiz, kir yuvish mashinamiz esa mana bu yoqda joylashtirib qo'yilgan. 72 kvadratdan iborat bugungi xonadonimiz 8 qavatli navbat surganning 6-qavati lift igmatur servis atkazishlarda dokument hujjatlarida umuman muammosi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 82 ming so'ralyapti. Yana savdosi yaxshigina bor. Kimga xonadon ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Bizning kuzatishda davom eting. Biz har doim sizlar uchun yaxshi variantlar taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.